Hurmatli Chorvador fuqarolari, bugungi yig'ilishimiz Chorvador mahallasida bo'lyapti. Bu uchrashuvimiz xalq bilan uchrashuv, tadbirkorlar bilan uchrashuv. Agrobank tizimidagi hozirgi kunda Agrobankdan ajratilayotgan xalq uchun berilayotgan kreditlar bo'yicha, kredit mahsulotlari bo'yicha tanishtira bilamiz. Tadbirkorlik yo'nalishida, o'zimiz band qilish yo'nalishida kreditlarimiz bor. O'sha kreditlarimizni xalqqa to'g'ridan to'g'ri yetkazish bo'yicha har haftalik uchrashuv belgilangan. Shu uchrashuv hozir men tanishtirib o'taman. Kredit mahsulotlari bilan keyin savollar bo'lsa bemalol savollar bo'ladi. Bizda hozirgi kunda ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash uchun 50 millionlik va 2 millionlik kreditimiz bor. Shartlar 25%dan plastik 5 yilga beriladi. Muddati 2 yil imtiyozli davr bor.